Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boradiganlar. Jizzax Xoromevilar jamoasi yana to'sqin uchrashuvlarga keldik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Chelak shaharchasida biz nasib bo'lsa. Xo'p, qaranglar, xonamiz ozroqgina qorong'u. Sababini men sizga tushuntiray. Mana bu yerda svitelligimiz bor. Mana xona yorug'ligi. Ko'rdingizmi? O'zi asli обычный xona mana shunday. Даже lampochkamiz unaqa yonmaydi. Shuning uchun mana bunday svitelligimizdan ozroqgina foydalanamiz. Shuning uchun ma'zur tutasizlar, to'g'ri tushunasizlar. Mebelimiz 100% oppoq rangda bo'ladi. Trimos uzunasiga 1.5 bo'lgan, 1.50, 1.55. Birinchi bilan. Mebel 100% laminatdan bo'ladi. Xonaga tushganini ko'ring. Ana endi video obzori ketdi. 3 ta tortmacha, 2 ta eshikcha. Mana sizga. Ichlarida polkalari bor, hamma narsasi vakuumli variantdan bo'ladi. Ochaverasiz, o'zasida yopiladi. Mana shuni qarang ishlarini. Buni ham itarasiz, o'zasida tortib ketadi. Ko'rdingizmi? Mebel 100% laminatdan bo'ladi. Mana bu tarafda yuqorisida svetelniklari bor. Svetelnikda endi o'chirib yoqsangiz ham bo'laveradi. Anchagina trimosin akam, ukajon, mana xonam shunaqa, joyim shunaqa deganlar uchun pardalarda hisobini olib, eshiklarda hisobini olib, mana shu yerga mashina tushirgan qilib berdik. O'zlaring bahoni berasizlar, like channel bossangiz biz davom etaveramiz, xudo xolisa. Akam endi bu tarafga sal tutasiz. Bo'ldi, ko'rindi, bo'ldi. Shkafimiz uzunasiga 2,5 metr bo'ladi, balandligiga 2,10, 2,15 bo'ladi. Plus-minus 1-2 sm bo'lishi mumkin. Aytganimizdek 100% laminatdan. Endi mana bu tarafini ko'rsating. Bu tarafi kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan. Oshxonalar 4 tadan vakuumli holatda bo'ladi. Hamma narsasi vakuumdan hisobini olib qo'yasizlar. Oynalaringiz charxlangan, qo'lingiz kesib ketmasligi uchun mana bunaqa neobычный ruchkachalardan foydalanganmiz. Voy, to'y qilaman, yaxshilik kunlarga olaman deganlar, kuyov akalar bosinglar xudo xolasa. Endi baribir bilasizlar, hozir kuyov akamiz olyapti. Ishlarida dollarchalarni qo'yib qo'yishgan akalar, sevchi ham xudo xolasa bitta bonusigacha qilib beraveramiz. Xo'p, bu tarafi uzun kiyimlarga har doimdek kelinimiz uchun o'tirgan stulchigi ham bor, обязательно. Shkafini ko'rdingizmi? Menimcha shkafini hamma narsasini ma'lumotlarni aytib o'tdik. Balandligini aytdik, ichlari 50 sm bo'ladi. Kiyimlaringiz bexijolat turaveradi ana sizga. Turishini ko'rdingizmi? Ana endi spalnisiga o'tamiz. Spalnisi 2.10 ga 1.70, yo'nlariga tegib turadi. Matrasli variantda bo'ladi. Bosh tarafi qaranglar, mebelni o'zidan ham rangidan tanlov bor. Mana bu materiallarning rangini o'zingiz xohishingizga binoan qilsangiz bo'laveradi. Muammosi bu, mana bu moyishi bo'ladi. Xohlasangiz zamsh, xohlasangiz boshqa rang bo'laveradi, muammosi yo'q. Ana sizga spalnisi 2.10 ga 1.70 ligini aytdik, yonlariga tegib turadi. Tumbichkasi 2 ta bo'ladi. Tumbichkasida mana bunaqa neobычный svetelniklari bo'ladi. Oshxonalari aytganimizdek vakuumli variantdan bo'ladi. Tumbichka 2 ta, spalni, shkaf va mana bu yerda tremosi bilan bo'ladi. Xo'sh, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilishingiz Jizzax Studio Samarqandgacha dastavka ustonovkasini mutlaqo bepul qilib beramiz. Mebelning narxi 7.800.000 dastavka ustonovkasi bepul. Mabodo mana bunisini o'zgartiraman desangiz, machalkali kiyimanga sal azorroq bo'lasiz. Uni ustidan xudo xolasa qilib beramiz, muammosi yo'q. Nomerlar qoldirilgan, aloqaga chiqasizlar.